Bolalar barchangizga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar bugungi video roligimizda sizlarga Binarium platformasini to'liq obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Video roligimizning davomida esa Binarium platformasi orqali to'liq ro'yxatdan o'tishni ham o'rgatib o'tishga urinamiz. Va bolalar bizni yangi rubrikaga start bermoqchimiz. Ya'ni biz Binarium bilan to'liq tarzda hamkorlikda endi sizlarni Binarium haqida 9 ta video rolik bor. O'sha 9 ta video roliklarimiz orqali sizlarga Binarium orqali to'liq savdo qilishni, pul solishni, pul chiqarishni va daromadga ega bo'lishni o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Juda ham zo'r va kerakli yangiliklardan biri. Albatta davom ettirishdan avval kanalimizga obuna bo'lib, bu video roligimizga like bosishni ham unutmanglar. Biz bo'lmasam boshladik. Bolalar barchangizga assalomu alaykum. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Bolalar, bu video roligimizda sizlarga Binarium platformasini to'liq obzorini oddiy tilda qilib berishga harakat qilamiz. Albatta, qandaydir savollaringiz tug'iladigan bo'lsa, bizga komment orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Binarium bizning yangi hamkorlarimiz hisoblanadi va aynan bu platforma haqida sizlarni hali 9 ta video roligimiz kutyapti. O'sha 9 ta video roliklarimizda sizlarga bu platforma haqida to'liqroq ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. O'zini rodida topoviy platformalardan biri hisoblanadi. Shu video roliklarimiz davomida sizlar 9 ta video rolik kutyapti-mi? Sizlar qanday qilib bu platforma orqali ro'yxatdan o'tish kerak, qanday qilib verifikatsiyadan o'tish kerak, qanday qilib shotimizni to'ldiramiz, pulimizni yechamiz, qanday qilib savdo qilamiz. O'sha barcha savollaringizga to'liq tarzda javob olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Otabek aka, bu qanday platforma? Qisqacha tarzda ma'lumot berib o'ting deydigan bo'lsangiz, oddiy qilib aytganda, bolalar Binarium orqali sizlar ham kripto aktivlar bilan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi, ham valyutniy paralarda savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Deylik, 1 minutga tepaga qarab bitimni $100 ga ochdik. 1 minutdan keyin narx rostdan ham bizni bitim ochgan joydan teparoqda yopiladigan bo'lsa, bizning foydamizga $100 ga bitim ochgan bo'lsak, $92 bo'ladi. Albatta, bu savdo turini faqatgina opti bor va bilimi bor treyderlarga maslahat berishligi mumkin bo'ladi. Xolos, novichok bo'ladigan bo'lsanglar, praktika qilib bemalol ishlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Binariumni demo shoti ham mavjud. O'sha demo shotdan foydalangan holda bemalol praktika qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi platformani qulayliklariga keladigan bo'lsak, xo'p, platformaning nomi Binarium. Aytib o'tganimdek, bu yerda ham kripto aktivlar bilan, ham valyutniy paralar bilan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Bir haftaning ichida bu platforma, bu birja 2 milliondan ortiq o'z foydalanuvchilariga pullarini yechib berishgan. 1 minut ichida 5,5 mingtadan ortiq bitim bilan ochilib yopiladi va 51 mingta trader har kuni onlayn tarzda aynan bu platforma orqali savdo qiladi. Keyingi qulayliklariga keladigan bo'lsak, eng tez vivotlarni aynan Binarium orqali amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni pullaringizni vivotga qo'yadigan bo'lsangiz, ko'pincha holatlarda 10 minut ichida uje vivotingiz amalga oshiriladi. Pulni yechayotgan paytingizda ham Uzkarta ham kripto ko'rinishida yechib olishingiz mumkin bo'ladi. 24 ga 7 savdo qilishligingiz mumkin. Masalan, Forexda subota bozor kuni savdo qila olmaysizlar-ku. Binariumda sizlar 27 ga savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bozor kuni ham ishlashingiz mumkin, subota kuni ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. Mgновенная поддержка, ya'ni qanaqadir savol javoblaringiz tug'iladigan bo'lsa, texpoddержкasiga murojaat qiladigan bo'lsanglar, maksimal darajada tez savolingizga javob berishga harakat qiladi. Va bolalar 15% kompensatsiya возврат средств, ya'ni oddiy qilib aytganda sizlar $1000 minus qilib yo'qotib qo'yadigan bo'lsanglar, 15% gacha oddiy qilib aytganda pulinglarni qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, Forexda $100,000 yo'qotsanglar, 1 sentni ham qaytarib ola olmaysizlar. Bu platforma orqali pulinglarni minus qiladigan bo'lsanglar, 15% ni hali qaytarib olishligingiz mumkin bo'ladi. Mana aytib o'tganimdek bolalar, agar shotinglarni to'ldiradigan bo'lsanglar, juda ham ko'p usullar orqali shotinglarni to'ldirishingiz mumkin. Visa karta, Master karta, Sberbank, Mir kartalar orqali shotinglarni to'ldirishingiz mumkin. Uzkarta, Homo karta orqali shotinglarni to'ldirishingiz mumkin va kripto orqali bemalol depozit qilishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimdek, bu platforma sizlarga demo shot ham taqdim qiladi. Nafaqat sizlar realniy shotda bu platforma orqali savdo qilishingiz mumkin, ammo demo shotda ishlatgan holda bemalol strategiyangizni kuchaytirgan holda praktika qilishligingiz mumkin bo'ladi. Va targoviy komandasi mavjud. Qanaqadir savol-javob, signallar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha kalendar bo'limi orqali o'sha signallarga to'liq tarzda ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi.
Xo'p, ana endi nimadan boshlashimiz kerak deb savol beradigan bo'lsanglar, birinchi o'rinda bolalar ro'yxatni o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Undan so'ng birinchi depozitni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi va 100% li bonusga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bizani promokodni ishlatadigan bo'lsanglar, Otabek aka, minimum qancha pul solishim kerak deydigan bo'lsanglar, 3000 rubl. So'mda 500 ming so'm atrofida. Deylik, siz 500 ming so'mga shotingizni to'ldirmoqchisiz. Bizani promokodni ishlatadigan bo'lsanglar, shotingizga 500 ming emas, 1 million so'm pul tushadi. Bu o'sha pulni bitim ochib ko'paytirgan holda bemalol yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Tushuntira oldimmi bolalar? Xo'p, minimum qancha summa bilan bitim ochishim mumkin deydigan bo'lsanglar, 100 rubl. Dollarda bu 1 dollar hisoblanadi. So'mda 10 ming so'm desak ham bo'ladi. Tushuntira oldimmi bolalar? Qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, platforma haqida komment orqali barcha savollaringizni to'liq tarzda qoldirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. To'liq tarzda hamma savollaringizga javob berib, o'sha tushunmagan joylaringizni tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, men ishni boshlamoqchiman. Nimadan boshlashim kerak deydigan bo'lsanglar, birinchi o'rinda bolalar ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Otabek aka, qanday qilib ro'yxatdan o'taman deydigan bo'lsanglar, elektron pochtangizni kiritasiz va o'zingizni parolingizni o'ylab topasiz. Kiritgan elektron pochtangizni alohida bitta daftarchaga yozib olishingiz kerak bo'ladi. O'ylab topgan parolingizni ham esdan chiqazib yubormang. Traderning o'zini kundaligi bo'lishi kerak. Sizlarning ham kundaliginglar bo'lishi shart. O'sha kundalikligi to'liq tarzda email va parolinglarni kiritib qo'yinglar. Keyinchalik aytib o'tganimda esdan chiqazib oladigan bo'lsanglar, akkauntinglar bilan ba'zi bir muammolarga duch kelishingiz mumkin bo'ladi va bu yerda men 18 ga to'lganman degan galochkani belgilab, открыть бесплатный счет tugmachasiga bosasizlar. Men bu qanaqa tugmacha deydigan bo'lsanglar, bu yerda sizlar o'zingizga ma'qul bo'lgan valyutni aktivni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni so'mni tanlaydigan bo'lsanglar, shotinglarni ham so'mda to'ldirasizlar va shotinglarda so'm ko'rinib turadi. Dollar tanlaydigan bo'lsanglar, shotinglarni so'mda to'ldirishingiz mumkin, no balansinglarda dollar ko'rinib turadi. Biz endi dollar tanlaganmiz. Agar sizlarga so'm qulayroq bo'ladigan bo'lsa, so'mni tanlashingiz mumkin. Biz o'sha ro'yxatdan o'tib olganmiz, qaytadan ro'yxatdan o'tib turmaymiz. Ro'yxatdan o'tib olganingizdan so'ng bolalar, xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Platformaning ko'rinishi xuddi shunaqa. Bugungi video roligimizda esa sizlarga Binarium platformasi haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'ta oldigan umiddaman va qisqacha obzoriga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Undan tashqari registratsiyani ham to'liq tarzda tushuntirib berishga harakat qildik. Keyingi video roligimizda platformani ichiga kirgandan keyin nima qilishligimizni to'liq tarzda tushuntirib beramiz. Barchangizga xayr bolalar, sog' bo'linglar, charchamanglar. Barcha silkalar video roligimizning описаниесida qoldiradi. Va bizning promokodimiz orqali ro'yxatdan o'tadigan bo'lsanglar, birinchi depozitingizga 100% li bonusni olishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, charchamanglar.